Faberli kompaniyasida mana shunaqangi jeledan borligini bilarmidinglar? Bu jele ichida 20 ta mana bunaqangi alohida idishchalarda bo'ladi. Ichida suyuqli 1 stakan suvga mana shu jeleni ochib solasiz. Kun davomida bir marotaba ichib olsangiz, bu sizni ichingizni, jigarlaringizni tozalab, immunitetingizni oshiraveradi. Qizlar, tavsiya qilaman. Juda ham zo'r jele. Men o'zim necha oylardan beri ichaman. To'g'risini aytsam, bolaligimda sariq kasal bo'lganman. Shuning uchun jigarimga nisbatan alohida e'tiborni o'zim uchun talab qilaman. Mana shu jele aynan men va meni jigarim uchun ishlab chiqarilgandek tuyuldi va doim ichib yurganim uchun bugungi kunda o'zimni yengil, sog'lom inson sifatida his qila olaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar sizlarda ham shunaqa immunitet ko'tarilib, jigarlaringiz doimo filtrlanib toza bo'lib yurishini xohlasanglar, kuniga bittadan ichib yuringlar. Ichida 20 ta bo'ladi, mana bunaqangi paketchada. 1 stakan suv va unga jeleni solaman. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bemalol keyin aralashtirib ichaversanglar bo'ladi. Ichishga ham qulay. Inshaalloh mana shu jele meni tanamga shifo bo'lib kiradi. Tavsiya qilaman qizlar. Zo'r mahsulotlar hammasi Faberlikda.